fermalar o'zini standartiga qarab, uzunligiga qarab balandligiga qarab eni, mana bu hammasi masalan stoykalar qanday boshlanishi, hammasi mana shu qonun qoida bilan qilinadi. Endi sizlarga bitta kichkinagina bir sirni aytib ketaman ferma bo'yicha. Mana bu fermani tegi, mana bu fermaning karkasi. Tushundingmi? Ferma agar mana bu 75 bo'ladigan bo'lsa, 75 tegi usti agar o'g'illik bo'ladigan bo'lsa, mana bular ham 75 dan qilinadi. Tushundingmi mana buni? Undan keyin mana bular yopishtiriladi. Mana shunaqasiga ferma ishlaydi, yaxlit bo'lib. Bu yo'g'ini masalan 63 talikdan qilsangiz ham bo'ladi. Endi hozir men qora qilganim, iloji bo'lsa ramka yaxlit ketishi kerak o'sha 75 likdan, lekin ishlaydigan mana shu qismi mana shu yerdan mana bu bilan bir xil ketishi kerak. Tushundingmi? Ba'zilar xato qilib mana bunaqasidan boshlaydi. Tushundingizmi? Bu qulf kalit bo'la olmaydi. Da. Ferma, mana bu ferma. Mana shu 45 gradus ketadi-ku mana bu qismi. Mana shu ishlaydi, mana bu. Ba'zilar mana bunaqasidan boshlaydi, o'sha bo'l xato bu, ishlamaydi.